Sizlarda firmalaringdan ota-onam umra ziyoratiga jo'natsam, yo'lda umuman persatga bo'lmaydimi, ota-onam qiynalishmaydimi, to'g'ridan-to'g'ri reyslar bo'ladimi degan obunachilarimiz uchun xudo xolisa sizlar uchun aynan shu video tayyorlayapmiz. Ko'pchilik persatga nimaligini bilishmaydi. Masalan, Farg'onadan uchadigan bo'lsangiz, Farg'onadan Dubayga borasiz. Dubayda qanchadir vaqt turasiz. Samolyotdan tushganingizdan keyin yana bitta samolyot kelishini kutasiz. Shunda to'g'ri Jiddaga borasiz. Bizda unaqa reyslar xudo xolasa yo'q. Lekin o'sha persatkaning narxida ko'pchilik persatkani bilishadi, arzon bo'ladi deb o'ylaydi. To'g'ri, arzon bo'ladi, lekin sal qiyinchiligi ham bo'ladi. Shunaqalar uchun xudo xolasa persatkaning narxida to'g'ridan-to'g'ri reyslarni sizlarga xudo xolasa to'liq qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bugun xudo xolasa Hikmat Travel'ga Abdug'affor akaning oldilariga yetib kelganmiz. To'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Hozir aytganimizdek, xo'p, persatkalikda narxida deganimiz iloji boricha arzonroq qo'yapmiz, xudo xolasa. Toshkent Jidda yo'nalishimizni narxini $990 qilib qo'ydik. $990. Toshkent Jidda primoy reysimiz. To'g'ridan-to'g'ri. To'g'ridan-to'g'ri reysimiz. Zo'r. Xo'p, bularni qaysi oylarga, qaysi chislolarga bor deydiganlar uchun hozir boshida aytib o'tamiz. Xo'p, iyul oyiga Toshkent Jidda yo'nalishimiz bo'yicha chislolari 6-kuni bor, 9-kuni bor, 13-kuni bor, 16, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz bor. Aytib o'tganimizdek, bularning narxini $990 qilib beramiz, xudo xolasa. Endi yo men Toshkent emas, men vodiydan uchaman deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz ham bor. Xo'p, buni ham iyul oyiga qo'yilgan kunlari 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 va 31-iyul kunlari Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Zo'r. Bu Farg'onaning narxini $1025 qilib beramiz. $1025 qilib beriladi. Xo'p, bundan tashqari endi gostinitsalar qanaqa, sharoitlari qanaqa deganlar uchun xudo xolasa Madina Munavvarada gostinitsamiz uzoqligi 200-300 metr. Xo'p, Makka Mukarramada gostinitsalarimiz uzoqligi eng yaqini 800 metr, eng uzog'i 2 kilometr. Zo'r. Xo'p, 24 soat avtobus xizmati yo'lga qo'yilgan. Muammo yo'q, xudo xolasa. Endi Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari va Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xo'p, bundan tashqari 50 bosh xizmati. 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Agar mabodo 50 boshimiz agar Jiddada bo'lib qoladigan bo'lsalar, yo'l boshchi bo'ladi aeroportda. Jidda aeroportida 50 boshimiz kutib oladi. Zo'r. Qolgan bilmagan narsalarni hammasini yo'l-yo'lakay o'rgatib ketishadi. Bundan tashqari firma tomonidan so'mka beriladi, kamzul beriladi, bejik beriladi. Vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz. Aeroport o'zida xudo xolasa aytilgan narsalar beriladi. Keyin qaytilayotganda ibodatlarni xudo xolasa eson-omon qilib, hammalar qaytishayotganda hojdada hojonalarga 5 litrdan zamzam suv ham beriladi. Har bitta odamga. Bitta oiladan 4 kishi boradigan bo'lsa, 5 litrdan bo'lsa 20 litr. 20 litr beriladi. Alohida. Hammaga alohidadan beriladi. Alohidadan beriladi. Xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, endi to'lov masalalari bo'yicha to'lovlar qanaqa qilinadi deydiganlar uchun xohlasa ofisimizga kelib to'lov qilsin. Ofisimiz respublikaning 3 ta viloyatida bor. Toshkentda bor, Andijonda bor va Farg'onada bor. Yo bo'lmasa, mana shu nomerlarda Telegramimiz bor. Telegramlarga zagran pasportlarni tashlatsa, joylarni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga borib uchib ketishaveradi, xudo xolasa. Zo'r. Endi respublikamizning 12 ta viloyatiga bu amal qiladi. Keyin xohlasa Tojikiston, Qirg'iziston qo'shni davlatlardan ham aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol ishlarni bitkazib beramiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib ishlarini ko'ngildagidek qilib, chiroyli qilib beriladi. Narxlari ham xudo xolasa atrofga qaraganda ancha arzon narxda, o'sha boshida aytganimizdek, persatkan narxi ko'pchilik bilishadi, arzonroq bo'ladi, lekin bizda o'sha narxga to'g'ridan-to'g'ri bo'lyapti. Persatkada to'g'ri yosh kattalar sal qiynalib qolishadi. Yoshlar bo'ladigan bo'lsa, borishda bo'ladi, lekin yosh kattalarga sal qiyinchilik bo'ladi. Hamma tomonlama primoy reys baribir udobli. Primoy reys zo'r baribir. To'g'ridan-to'g'ri borishadi. Aloqaga chiqaringlar, chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa pastda Abdug'affor akaning nomerlari turibdi. Bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.